Assalomu alaykum YouTube kanalimizda obunachilar, bizlarning doimiy kuzatuvchilar. Mana bugun Xcruder apparatimizni baliqchilik bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun buni taklif qilib, bu haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu Xcruder apparatimiz 3 ta motor bilan jihozlangan hisoblanadi. Asosiy motorimiz 15 kilovatlik motor hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rsatib o'tamiz motorimiz. 380 tok bilan ishlaydi. 15 kilovatlik motor bilan jihozlangan. Bao kompaniyasiga tegishli Xitoydan keladi bu apparatimiz. Bu apparatimizda ishlash jarayonlarini bir tartib bilan bir tushuntirib o'taman. Mana bu boshqaruv punkti hisoblanadi. Bu yerdan o'chirib yoqishingiz mumkin. Mana shu chiqazayotgan mahsulotimizni yirikroq va maydaroq chiqarishimiz mumkin. Baliqni katta yo kichkinaroq baliq boqishingizga qarab, oziqangizni misol uchun mana shu yirikroq yo maydaroq qilib bemalol chiqarishingiz mumkin. Mana shunaqa oziqa chiqazib beradi bu apparatimiz, ko'rishingiz mumkin. Bu suvda cho'kmaydi. Chiroyli qilib mana shunaqa. Keyin bularni yana tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu apparatimizni mana ko'rinishiga qarab agar baho beradigan bo'lsangiz, juda ham tartib bilan akkuratni ishlangan. Buni kulishlar mana shunaqa naborlari bilan keladi. Bunda naborlari bor. Ortiqcha o'ziga qo'yiladigan matritsalari bor. Matritsalarni mana shu joyga joylashtirib, bemalol mana shu oziqani o'zga nima deydi? Har xil shaklda chiqarishingiz mumkin bo'lgan matritsalar bilan. Keyin buni ichiga mana qo'shimcha yana valimiz ham bor. Buni ichida mana shu pechning ichida val joylashgan. Asosiy bu yemishni chiqazadigan vazifani bajaruvchi narsa mana shu val hisoblanadi. Qo'shimcha mana valimiz ham bor. Bularni yana bir tanishtirib o'tadigan bo'lsak, tepa qismiga qaraylik. Bu yerda mana qorishmamizni mana shu joyda aralashtirib turadigan mexanizmimiz bor. Buni un shaklida qorishma mana taxlanadi va bu yerga bunkerga solinadi. Bu aralashtirib turib, bu yerdan tashab beradi oziqani va bu tomondan mana shu yemishni chiqazib berasizlar. Bu Xcruder apparatimizni har xil kilovatlarda o'zingizni mana gektaringizga qarab, endi maydoningizga qarab xarid qilishingiz mumkin. Buni kichkina kilovatdagi va bundan ham kattaroq kilovat motorlar bilan jihozlangan Xcruder apparatlarimiz bemalol yetkazib beramiz sizlarga. Bizlarda mavjud skladlarimizda. Ana shu pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bularni ishlash jarayonlari mana shu kanalimizga qo'yib borilgan. Buni ko'rishingiz, kuzatishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lsangiz, buni ishlash jarayonlari, soatiga qancha chiqazishini bizlar aytib o'tganmiz. Yana bir bor buni aytib o'taman. Bu soatiga 100 kilo va undan ortiqroq chiqazadi 15 kilovatimiz. Oziqasini qanday taxlanishlarigacha bizlar bularni hammasini sizlarga ko'rsatib beramiz. Har bir sotib olgan odamga buni qorishmalarni, taxlash jarayonlarini sizlarga o'rgatib beramiz. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, bu aynan bu 15 kilovatlik Xcruder apparatimiz $3000 bilan O'zbekistonga mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Bularni ishlatib, o'rnatib berishi o'sha nimani ichida hammasi